Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi hovlimiz Toshkent viloyati Parkent tumani Bo'ston mahallasida joylashgan 6 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqdi. Bu joyimiz tog' yo'liga qarab ketaverishdagi mahallada joylashgan. Mahalla markazida turibdi uyimiz. Maktab bog'chaga yaqin joyda 6 sotixlik hovli, mana shu ko'rgan joyinglar samazaqot joylari. Ko'chalari kengina. Uyimizga kirganimizda o'ng qo'limizda kattagina naves qilingan tandir o'choq, 3 xonali uy. Uylarning ichiga kirib o'tirmaymiz. Ozgina remont qilish kerak ekan. Mana shu tepadagi joylarimiz ham samazaqot joylar. To'g'ri burchakli, fasad qismimiz 16 metr. Alohida vremen kelgan fundament qo'yib qo'yishgan ekan. Bu xonadonimizga umumiy $30,000 narx so'ralmoqda. Yana kelib ustida kelishsanglar bo'ladi. O'tib beradigan joyi bor.